Hammaga assalomu alaykum. Muslim ofisial obunachilar kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rib turganlaringizda xudo xohlasa bugun Shartuz, Noxoya Shartuz Moshin bozoridamiz. Bugungi chizlomizga kelsak 23-avgust 2026-yil bo'ladi. Xudo xohlasa birinchi mashinamizni Mercedes Sechkodan boshladik. Ko'rib turganlaringizda sostoяние четкий, ya'ni alyumin svitda, tonirovkalari 4 oy dokumenti bor dedi. Mashinada o'zining dokumenti qancha bor? Mashinada o'zining dokumenti qancha bor deyman? 1 yil. Xullas, tonirovkani dakidi mashinada o'ziniki qashda 1 yil bor deb aka ukalarimiz ko'rtirganingizda salonda sizlarga tanishtirib o'taman. Конечно, konditsioner yo'q deyapti. Mashinada holat toza, chixollardan iborat ko'rtirganlaringizda. Mashinada adres qayerda? Birlashda. Yili necha bo'ladi? 98. Mashinada yiliga kelsak 98-yil bo'ladi. Adresni sizlarga aytaman. Birlashdan bo'ladi aka ukalarimiz. Mashinamiz gaz benzin, ha? Motor necha? 2. Motor 2 deyapti. Ya'ni toplovga kelsak 2 bo'ladi. Mashinada yishi 2 bo'ladi. Gaz benzin dedi aka ukalarimiz ko'rib turganingizda mashinada holat juda ham toza. Chashkalari qanday birashka? Birin joy sinmagan. Chashkalar toza. Motor bir ochib ko'rsatamizmi? Tak, sizlarga motorni ko'rsatamiz aka ukalarimiz, o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar mashinada. Mashinada narxini 60 ming somon deyapti. Savdosi bormi? Savdosi bor. Savdo bor, ha? Mashinada narxi 60 ming somon deyapti. Yana savdo bo'ladi dedi. Gazi, benzin dedi aka ukalarimiz ko'rib turganingizda motorni tuzilishi, ya'ni mashina sviti, alyumin svitdan bo'ladi. Telefon nomeri bormi? WhatsApp qo'llangan. Bor. Aytgan. 93 36 33 03, ha? WhatsApp bosh raqamlarga. Aka ukalarimiz 60 ming somon deyapti, yana savdo bo'ladi deyapti. Shu telefon nomerlariga WhatsApp ulangan. Promo telefon qilsa ham bo'ladi. Aka ukalarimiz nima deymiz? Yangi kirib kelgan aka ukalarimizga mana shu videomizni like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xohlasa biz dalshi davom etamiz. Aka ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz Opel Zafira bo'ladi. Mashin toza deyapti. Motor nechi xo'ja? 1.8 qabirga. 1.8 qabirga, ya'ni mashin tranzitda ekan ko'rib turganlaringizda salafan toza. Aka ukalarimiz balonni sastana eksak, balon sastana 80-85% sostoянияda turibdi. Mashin chotki holatda. Ya'ni bitta xazanda ikkita mashina bor deyapti. Xudo xohlasa sizlarga obzor bilan tanishtirib o'tamiz. Aka ukalarimiz buni ichkarisi bo'ladi, salafan. Ko'rib turganlaringiz aka ukalarimiz, mana tashqarilari o'zlaringiz ko'rasizlar. Aka ukalarimiz ichkari salonni ko'rsatib o'taman sizlarga, o'zlaringiz ko'rib, ya'ni shu mashina primerni qancha narx bo'ladi, o'zlaringiz narx qo'yasizlar. Mashinamiz darvoza elektro paket bo'ladi. Aka ukalarimiz ko'rib turganlaringizda mashinamiz mexanik. Yili necha xo'ja? 6. 2006, ha? Zafirani yiliga kelsak 2006 bo'ladi, ya'ni mexanik aka ukalarimiz. Mashina adres qayerda xo'ja? Lavaka. Adres qayerda mashinada? Shartuz. Shartuz, ha? Mashinada adresi Shartuz bo'ladi, ekan xo'ja. Arqa salonlar, mashina va chotki holatda, ya'ni oldi darvoza elektro paket bo'ladi, orqasi konditsioner, rushnoy, patologlar toza aka ukalarimiz mana ko'rib turganlaringizda. Aka. Zadni kameralar bor. Hoji buni narxini qancha deyapsiz Zafira hoji? 72 ta savdo, bu hafta savdomi shu? 72 ming somon savdo bo'ladi, ha? Hoji telefon nomerni ayting, faqat WhatsApp bor. Navadisi 410 Siyak 02 WhatsApp dorami nomerda. Xullas, telefon nomeringizni WhatsApp ulangan, promo telefon qilsalaringiz bo'ladi. Mashinada adres Shartuzda aka ukalarimiz 72 ming somon deyapti, ya'ni chotka muomalasi bor dedi. Yangi aka ukalarimiz kanalimizga obuna bo'lib, ya'ni shu videolarimizni like boshlaringizni so'rab qolamiz. Aka ukalarimiz, xudo xohlasa biz dalshi davom etamiz. Mercedes Sechko 96-yil bo'ladi, 40 ming somon deyapti. Shunday kalt birab minib ketishingiz mumkin az aka ukalarimiz ko'rib turganlaringizda. Motorga kelsak, motor 2 deyapti. Adres joyda xo'ja? Adres joyda mashin? Shartuz, ha? Dokumentlar qancha dora? Dokument. 5 yanvar, ha? 5-yanvargacha mashinada dokumenti bor dedi. Xullas, mashin toza kelgan, 40 ming somon deyapti, ya'ni sirroshni pul kerak deyapti aka ukalarimiz ko'rib turganlaringizda. Mashin 2 motor, qora svitda.
Balonni sosteniyasiga kelsak, balonni sosteniyasida olmuş 65% sosteniyasi turibdi aka-ukalarimiz. Ko'rtirgan sakat diska обычный kapog emas. Tak, mana darvozachalar, mashina chexoldan iborat. Mexanik bo'ladi. Mana patologchalar aka-ukalarimiz. Xo'sh, telefon nomeri bugun WhatsApp faqat. 793 Biz 700 chand 783 783 81 21 ha. WhatsApp dor ha. O'zingiz ishlayapsiz, telefon nomerlariga WhatsApp ulangan dedi. Hamma telefon qilsa ham bo'ladi dedi. Aka-ukalarimiz atiga 40 ming somon 96-yil ishlamayib ketsalaringiz bo'ladi. 5-yanvargacha dokumenti bor. Aka-ukalarimiz bizni kuzatishda davom etingizlar. Aka-ukalarimiz keyingi mashinamiz xudo xolasa Fortr 2 bo'ladi. 133 yozilgan. O'zingiz ko'rasiz aka-ukalarimiz. Fortrimiz juda ham sosteniyasi zo'r. Balonni sosteniyalari yangi ko'rib turganlaringiz aka-ukalarimiz. Obzorni sizlarga qo'yib beraman. Fortrda adres qayerda, xo'ja? Shartuzda, ha? Fortrda adresi Shartuzda dedi. Bu arqa ko'taradimi? Ko'taradimi bu, ko'tarmaydimi? Bardoshlar meshadmi, ami? Meshad, ha? Fortrda arqadagi buning narsasi ko'tariladi ekan, knopka bilan aka-ukalarimiz. Motor cham? Sevsa, ha? Fortrimizda motori 3 deyapti aka-ukalarimiz. Elektropaket bo'ladi, mexanik ko'rib turganlaringizda mana televizorlari bor. Konditsioner bor, ha? Konditsioner xos. Konditsionerlar bor dedi. Xullas bir patoklarni o'zlaringiz ko'rasizlar. Xo'ja, narxini qancha deyapsiz, xo'ja? 120 ha? 120 ming somon deyapti, yana savdo bo'ladi deyapti aka-ukalarimiz. Ko'rib turganingizdek Fortrda sosteniyasi. Xo'ja, telefon nomerini berasizmi? 97 61 61 64 64. WhatsApp do'ram xo'ja? o hamma 60. Telefon nomerida WhatsApp bor dedi. Prama telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Aka-ukalarimiz nima deymiz? Yangi kirib kelgan aka-ukalarimiz shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Az aka-ukalar videolarimizni bemalol tomosha qilib, xudo xolasa oxirigacha like-larni bosib, danglatib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Aka-ukalarimiz ko'rib turganingizdek, keyingi mashinamiz, конечно, Toyota Corolla bo'ladi. Ya'ni oq svitda aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda, mashinada motori, xo'ja, motori yagu shash, ha? Hash, ha? Yagu hash. Ya'ni mashina motori 1.8 deyapti aka-ukalarimiz. Mashina holati yaxshi. Ichkari salonlarni ko'rsatib o'tamiz aka-ukalarimiz. Mashinada darvozalar elektropaket bo'ladi. Polni chexol bilan iborat. Avtomat korobka ko'rib turganlaringizda. Mashina daku chanqi to'ra xo'ja? Yaksola. Tayinrovkachi? Do dekabr, ha? Aka-ukalarimiz tayinrovkani dekabrgacha dokumenti bor deyapti. Mashinada o'zining dokumenti 1 yil srogi bor deyapti aka-ukalarimiz. Gaz, benzin? Faqat benzin, ha? Faqat benzin deyapti aka-ukalarimiz. Mashin vash chotka aka-ukalarimiz. Men sizlarga tavsiya qilib qolaman shuni. Xudo xolasa narxini aytaman. Yana arzon qilib kelishtirib beradi aka-ukalarimiz. Narx chan xo'ja? 75, ha? Muomala do'rama hoji? Muomala do'rama, arzon meshadmi? Ay, serona yagan so'ng arzon meshad-ku. Kanal man yo'q-ku, zang mizanagan kasi. Ha, xili guftan dakorda. Telefon nomeri bitta hoji? 93 Chan? 150 94 WhatsApp dor, ha? WhatsApp ne ismi? WhatsApp bitti. Plus half 75 84 WhatsApp dor, ha? Tamam, guftagi telefonni rasiz telefon nomerlariga, ya'ni WhatsApp ulangan aka-ukalarimiz xudo xolasa 70 ming somon deyapti. Faqat mashinamiz benzinga yurgan aka-ukalarimiz utilizatsiyadan chiqqan, dokumentlari bor, как положено, telefon qilib xudo xolasa narxini bilsalaringiz sizlarga chiroyli narx qilib, ya'ni arzon qilib beradi aka-ukalarimiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Keyingi mashinamiz aka-ukalarimiz Opel Astra alyumin svitda bo'ladi. Ko'rib turganingizda mashinada holati va chotki, balonda sosteniyasi kelsak 70% sosteniyasi turibdi. Mashinada dokument, hoji dokument chanqi to'ra? Dahmo, ha? 10 oy dokumenti bor dedi aka-ukalarimiz. Mashina adres Shartuzda hamma joymi?
Dushanbe ha? Dushanbe. Ya'ni mashina arzi dushanbedan keyin aka-ukalarimiz 10 oy dokumenti bor dedi. Motori chanji. Yagshash injektor ha? 1.6 injektor deyapti aka-ukalarimiz, elektropaket bo'ladi, darozlar ko'ryapsizlar. Polni zadni kamera bor, televizorlar bor, planshet, mashinamiz mexanik, ya'ni chexoldan iborat ko'rib turganingizdek, mashina juda ham toza aka-ukalarimiz. Narx qancha hoji? Narx. Avtoda arzon eshadimi? Arzon bo'ladi deyapti aka-ukalarimiz mashina. Ha. Chashka chiqilay hoji. Normalmi? Cho'tka? Telefon nomeri bitta, WhatsApp faqat. 971 04 74 44 ha? Telefon nomerlariga WhatsApp ulangan promay telefon qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni savdosi bo'ladi deyapti aka-ukalarimiz. Mashinada adresi Dushanbeda videolarimizni kuzatishda davom etingizlar.